Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem: Men fassara al-Qur'ana bi ra'yihi faqad kafara. Ve qal: Men fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam kim Qur'oni Karimni o'zicha, o'zini fikri bilan tafsir qiladigan bo'lsa, Qur'on oyatlariga o'zicha ma'no beradigan bo'lsa, faqat kafaro, kufr bo'pti, kofir bo'pti, kufrga chiqibdi deb ogohlantiradilar. Boshqa mashhur so'zlarida kim Qur'onni o'zicha tafsir qilsa, unga ma'no bersa, do'zaxdan joyini tayyorlab qo'ysin deb aytadilar. Qur'oni Karim bu Alloh taoloning kalomi. Uni har bir oyatida, har bir kalimasida o'ziga xos chuqur ma'nolar bor, hikmatlar bor. Uni rosihuna fil ilm, ilmni yaxshi bilgan, Qur'onni yaxshi tushunadigan odamlar, tafsirni biladigan odamlar, ya'ni olimlar uni biladilar deb o'zi oyatida aytib qo'yibdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga Alloh taolo biz sizga odamlarga nima nozil bo'lganligini tushuntirib berishingiz uchun payg'ambar qilib yubordik sizni deb aytadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam, payg'ambarimiz ta'lim bergan, u kishidan og'izma-og'iz ilm olgan, ma'rifat olgan sahoba-i ikromlar bu oyatlarni qanday tafsir qilishgan bo'lsa, mana shu tafsirda mahkam turishimiz, mana shu ma'noni mahkam bilib olishimiz kerak bo'lar ekan. Lekin mana Qur'onda mana bunaqa degan deb o'zimizcha ma'no berib ketishlikka haqqimiz bo'lmas ekan. Alloh o'zini kalomida Moida surasi 44-oyati va yana bir qancha undan keyin keladigan oyatlarda astag'firullah va man lam yahkum bima anzalallohu fa ulaika humul kafirun. Keyinrog'i kelgan joyda va man lam yahkum bima anzalallohu fa ulaika humuz zolimun. Va man lam yahkum bima anzalallohu fa ulaika humul fasiqun deb ogohlantiradi. Bu Allohning kalomidagi Qur'on bilan hukm qilmagan odam kofir bo'lishligiga yoki fosiq yoki o'zini joniga zulm qilishligiga bu oyatlar dalolat qilib turibdi. Bu hukmlarni kim chiqarish kerak? Shu bizga o'xshagan o'zbekcha Qur'onni o'qib olib o'shandan hukm chiqaradiganlarmi? Yoki bitta ikkita arabcha harfi o'rganib olgan o'sha yangi o'zlarini olimman, man salafiyman deydiganlarni hukmlarimi? Albatta buni hukmlarini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam chiqarib berganlar. Ulardan keyin sahoba-i ikromlar tafsir qilishgan. Ulardan keyin kelayotgan silsilalari janob payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga ulanib boradigan ulamolarimiz, mushtahid olimlarimiz bu oyatlarni hayotimizda keladigan holatlarga hukmlarni ular bizga tushuntirib, mana bu oyatga binoan bo'ladi, mana bu hadisga binoan buni hukmi bundoq bo'ladi deb tushuntirib
yo'lni ko'rsatib berishgan. Hozirgi aytayotganlarimiz toifalar mana shu oyatlarni o'zlariga hujjat qilib, hammani yashab turgan mamlakatini, davlatini, hattoki o'sha qishlog'ini, mahallasini bemalol kufrda ayblashyapti. Biza demokratik davlatmiz deymiz, demokratiyaga amal qiladigan bo'lsa, konstitutsiyasi bo'ladigan bo'lsa, bular ham kofir deb bu toifalar og'zini to'ldirib hukm qilishyapti. Ularga dalil mana shu oyat. Bu oyatni dalil qilib bu gaplarni gapirishi eng avvalo ularni o'zini ilm o'qimaganligini hujjati bo'ladi, dalili bo'ladi. Qur'onni yaxshi tushunmasliklarini hujjati bo'ladi. Bu gapirayotgan gapi hammasi o'zini zarariga hujjat bo'ladi. Qonunlarning hammasi Qur'ondan olinyapti. Konstitutsiyadagi ko'p moddalar Qur'onning ahkomlariga aynan munosib keladigan, unga to'g'ri keladigan hukmlar, moddalar hisoblanadi. Shularni hammasini barobar bu kufr deb e'lon qilishlik, man kaffara faqat kafara degan Rasulullohning so'zlariga ular ro'para bo'lib qolishadi. Kim birovni kofir qilsa, birovni kofir deb tushunsa, o'zi kofir bo'ladi degan so'zlar. Va eng avvalo o'zlaricha bu oyatni asos qilib, dalil qilib olganlari, Qur'onni kim o'zini fikri bilan tafsir qilsa, undan hukm olsa, u kofir bo'ldi degan, u joyini do'zaxdan tayyorlab qo'ysin degan payg'ambarimizning so'zlariga ular to'g'ri keladigan odamlar bo'lib qolishar ekan. Kufr deb e'lon qilishlik uchun davlatni, mamlakatni namoz o'qishlikka birinchi navbatda sharoit bo'lmasligi kerak. Namoz o'qishlik juda ham qiyin, mashaqqat bo'lishi kerak. Islomning shiorlaridan bo'lgan azon aytirilmaydigan bo'lishi kerak. Boshqa diniy bizni ehtiyojlarimizni ado eta olmaydigan holatda bo'lishimiz kerak. Vaholanki bizni yurtimizda har oyiga, har haftasiga bitta masjid ochilib turibdi. Xabariylar bor. Yana boshqa diniy ehtiyojlarimizni ham bemalol ado etishlikka imkon bo'lib turibdi. Juma kunlari namoz o'qishlik uchun juma namozlariga masjidlarda joy yetmay qolyapti. Odamlar ko'pligidan joy yetmay qolyapti. Agar bular hukm qilayotgandek kufr davlati bo'lganda, buni imkoniyati bo'lmasdi. Mana Sovet vaqtida namoz o'qiganmiz biz. Bu masjidlar yo'q edi. Yakkasaroy Rakat masjidida bir qator, ya'ni bir saf, u ham to'lmasdi. Janoza bo'lib qolsa, 1,5 saf odam bo'lardi. Bo'lmasam boshqa vaqt odam keltirib bo'lmasdi. Shom bilan xuftonda odam bo'lmasdi masjidda. Qorovul bilan domla o'zlari o'qishardi. Endi rakatda talabalar bo'lardi, mahadda o'qiydigan, o'shalar chiqib birga o'qishardi. Boshqa masjidlarda odamlar chiqmasdi. Hozirchi bular aytayotgan kufr davlatida shuncha shariatimizning ahkomlarini bajarishga imkoniyatli bo'lib turibdi. Shuning uchun sizlardan xulosa qilib iltimos qilamizki, mabodo internet tarmoqlarida biron bir yigitchalarimiz o'zlaricha har xil fikrlarni gapirib, anu kofir, men bu bunaqa, u naqa deb tinchligimizni,
musulmonlarni birligini yo'qotishga harakat qiladigan gap so'zlarga o'tadigan bo'lsa, ularni gap so'zlariga quloq solmang, qabul qilmang deb iltimos qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.